Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Charchamasizmi? Charchamayapsiz. Sarvar aka sizmidingiz? Sardor. Ha, Sardor aka. Ism meni xotiram yaxshi eslamaydi. Ertalab mayaga chiqishim kerak, ichmay chiqim bugun. Juda men muxlisizman aka sizning. Gapni ochiq. Men ham Sani o'lmayapsiz-ku. Yo'q. Xotiram ismlar yodlab qolmaydi-da, faqat pulni yodlab qoladi, uni yodlab qolmaydi aka ismlar. Men ham san'at yo'liga kirganman aka. Xudo xolasa shahardan chiqib edi. aka. Men muxlisingizman. Men siz yo'q, men gurum qilib. Ketamiz yaxshi aka. Kibrmisiz ya? Yo'q, nima kibr bilan? Ya bu kibrda odam gapini eshitmayapsiz aka. Men aytayapman, men ham artistman deyapman. Xudo xolasa sizdan bir ikkita yo'l so'ramoqchiman. Men ham shu artist yo'lini ko'rsatib charing, artist yo'lini to'g'ri ketaylik deb. Aka siz boya bunday taqir chaladiganmidi? Otingiz Mardanmidi? Ha, adashadi. Ha, biroz. Xoni qiziqroq odam unga gapirmay. Ha, xolis qizim. Yo, bunday o'zi aka hazillashaman-da, men shitib bunaqa qilaman. Aka shunga menga gapni ochig'i sal yo'l ko'rsatish. Behurmatli qilmaydi, eshitgani. Siz juda kibr ekansiz. Yo'q, kibrli. Odamlar borku erta bir kun yer dumalada, erta meni olmadimkilar, ertaga suvg'ini olmadikilar yoki pardani olmadikilar. Hammani olmadi keladi aka bu hayotda. Yer dumala. Xizmatdan kechib. Ha, mayli, men ham aytayapman, artistman deyapman. Artist qarg'an ko'zini cho'qimash kerak. Sohamiz bir xil. Mening talantlarim bor deb, meni qo'shin bir eshitib ko'ring deb aka, jonli. Yo'q, ekansiz a. Aytayapman, artistlar shunday bo'lish kerak aka. Odamsizdan kulyapsizmi yo? Aka, men ham artistmoqchiman. Bitta qo'shin eshitib ko'ring, jonli demoqchiman. Ma'sum kim, ma'sum? Sarvar. Nima? Sarvar aka. Uramoz. Sarvarjon aka. Sardor, familiyani bilmasangiz kerak, ha? Normonov. Yo'q aka, sizdan kelganimcha aytayapman, men ertalab mayaga chiqishim kerak, tomoq yo'llarim, xotiram tiklanish uchun nima qilganman? Shuncha ichmay chiqqanman. Men vaqtdan zaman aka, bitta qo'shig'imni eshitib ko'rinsa bo'ldi. Men talantimdi. Qishloqda to'ylarga chiqaman-da. Ayting, qani bo'pti, ayting ketdi. Azmotaga tishib olayin aka. Voq qiliqmi aka? Nima, ayting. Notaga tushyapman men. Ayting, qani. Ya kelgil emas-ku bu. Ayting. Barno ko'zlarimni yoshlading nigora dilfuz, Madina nigora jayrona. Avj emas, baka notaga tushyapman, endi avjiga chiqaman. Mana to'ylarga chaqiradim, bitta qo'shig'im bor. Shu qo'shig'im uchun men to'ylar chaqiradi. Dildor! Yana Dildor! Mana shu qo'shig'im uchun Normalmi? shu qo'shig'im uchun to'ylar chaqiradi aka. Shunda boraman, o'tirib, shunda qo'limda olib kelaman. Hamma joylardan Dildor deydi, tushunasizmi? Dildor. Ha, Dildor deng aka, sen Dildor deng. Dildor. Qatdi. Eshitganman. O'xshamaydi. Eshitganman. Mana ko'rdingizmi aka, men taniqli bo'lib ketaman dedim. Bir paytlar meni darsga kirgizmagan, Sadin domla matematika darsiga kirgizmagan, bugun endi meni talantimni ko'rib qo'ysin. Ustoz yomonlamay. Yo'q, men yomonlamayapman. Mana shu darajaga kelishingizga ustozlar sababchi. Meni aka, tasavvur qiling, musiqa fani, sani artist bo'lish bilan nima kerak bor? Musiqa kerak emas-ku. Fizikadan yaxshi o'qishim kerak, geometriyadan, tarixdan yaxshi o'qiganman. Shuning uchun mendan artist chiqadi. Tushunasizmi? Talantni ko'ryapsizmi aka? Matematika bor, fizika. Siz jonli aytalasizmi endi? Geometriya. Aytaman, lekin sizda aytolmayman lekin. Aka, o'zi meni uruvinim balandlashib ketdimi deymanda. Hech kim ishonmadi. Abray bo'lib aytdi, ishga ketayotganda, sendan artist tugul dedi. Duram bo'lmaydi degan. Sotuvchi ham chiqmaydi dedi. Lekin sotuvchilik qilmayman, men artist bo'lib ketdim hozir. O'zi to'ylarga birinchi o'ringa chiqaman-da aka. Toshkentga yuribsiz misol uchun, men. Toshkentga yuribsiz. Ha, Toshkentga kelib qo'ydim aka, bo'ldi. Bitta siz jonli ayting qani, sizniki bilan men o'zimnikini bir taqqoslab ko'rayyin qani. Sizniki zo'rmi, meniki zo'rmi? Kulmaysizmi? Istimdan. Aka, yo endi kelgili bo'lsa kelishi mumkin. Men kimniki zo'rligini bilmoqchiman. Qamta ayting qani? Jonlimi? Ha, jonli bitta. Qaysi qo'shiqni aytib beray? O'zingiznikini ayting, birodin qo'shini ayting. O'zingiz nima qo'shingiz bor? Yo, aka, men qarang. Bu mashinada urmang, o'zingiz sizni urg'ichingiz bor-ku, urg'ich toping aka, urib aytsin. Odam qonunni qaynatyapsiz lekin siz. Aka, men qarang, men ko'zim bilan ko'rib, erta qishloqqa borib aytishim kerak. Hozir bu panagrammi? Jonli bo'lish kerak. Mana men jonli aytdim-ku. Men chalg'ich-palg'ichdan yo'q. Misol uchun men faqat shuni jildi uraman. Chalsinmi? Bitta chalib jonli ayting qani. Kibirmas ekansiz deyman-da. Bir artistlar kibr bo'ladi. Bilasan, ikkita ishda qo'shiq aytsa bosib tishar bilmay qoladi. Tamam, chalsa kibr bo'lmaydi. Ha, bitta unga chaka bitta instalka rasm tushib qo'ygan ikkovimiz keyin. Hozir aka olib kelguncha. Sizga juda chiroyli chiqargansiz aka.
peshkamda aka men. Aka bitta video ham olib janshi joyga men tayyor turingiz 1 minut aka. O'ng'acha. Aka shunday videoga Jonibek artist zo'ri deng aka, Jonibekka ovoz beringlar deb jan. Boshdan qara. Aka talantini eshitib ko'rdim, jomon zo'r aytaygan. Men ham muxlis bo'ldim deb qo'ying. Iltimos aka erta. Bormi? Bor. Jonibek artist bilan ko'rishib qoldik. Men Toshkentga haqiqatan mana shu chiqyapti-ku mana san'atlar, mana ovozi bor, mana jonli o'ziga biz muzika, biz mikrofon. Malades gap yo'q. Fizikaga 5 ga o'qigan. Fizikaga ham 5 ga o'qigan, maktabga ham 5 ga o'qigan. Geometriyadan bitta chog'inding. Ha, geometriyadan bitta o'qigan, necha yoshda saqamaydi. Omad paddishkani bo'lsa so'raylar mana. Mana erkak kishining o'zi kiysa keladi, omadi kiymaydi. Erkak kishining omadi kiytganda qarashdi, shuni men keldi mana, shu kunlar keldi mana. Shu kunlar keldi. Dushmanlarim, menga pistol tiragan dushmanlarim. Mana men sizlarga tarvuz bilan javob qaytaraman. Tarvuzni nima aloqasi bor? Tarvuzning onasi bor-ku, tuxumini otaman-da ko'ziga. Bitta jonli aytingizlar qana. Evlerinde dün lampaları yanıyor, göz göz olmuş yerlerim kanıyor. Evlerinde dün lampaları yanıyor, göz göz olmuş yerlerim kanıyor. Beni gören diliyor seni yorulurum ben ayrılamam yar senden. Beni gören diliyor seni yorulurum ben ayrılamam yar senden. Aka mashina panogramma qo'yildi-yo menimcha. Bu jonlimi-ku? Jonli mana ko'zingiz oldida chalyapti aka. O'zingiz ham bitta chalib Menga qarang, siz menga qarang, odam ustidan kulyapsiz siz. Ha, 1 minutga Jonibek. Ushlab turman. Qarang, qo'shiqda aytdingiz, aytdik, ha? Ha. Qo'shiqda aytdingiz, chaldida chaldik. Ya bu aka bunday jonli qo'shiq bo'lishi mumkin emas. Bu panogramma aka. Qarang, odam ham biladi-ku, men bu yoqdan ko'chadan o'tib ketayotgan odam ham biladi. Jonli aytilayotgan, hozir hazillashyapsizmi siz? Yo'q aka, men Qarang, yaxshi bola ekansiz. Nigor. aka vaqtimiz kech qolyapti-da. Bo'li yig'ishtirma. Ya endi bunday qara, aka nima jeshtir deb telyapsizlar hozir? Yo, jig'ishtir. Ochingiz tezmi aka? Ochig'im tez aka, hozir. Yana hozir o'zingizdan ketaversangiz, hozir meni xafa bo'lib qolamanda keyin sizni o'rgiga qarashim mumkin. Yo'q aka, men urush bergan bachcha emasman-da agini. To'g'ri 6-sinfda mijiman urushganman, shundan beri urushmay ketib, ana Aka